Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi Agrobank Samarqand filialining hokimiyat binosida tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Bunda asosiy vazifalar bo'lib, tadbirkorlarning muammolarini eshitib, ularning masalalarini yechib, kelgusida ularni yangi ish o'rinlari yaratishda nima to'sqinliklar qilyapti, shular bo'yicha ya'ni bank sohasida berilayotgan kreditlar, imtiyozlar to'g'risida tushuncha berib o'tmoqchiman. Bugungi kunda bankimiz orqali yuridik tashkilotlarga 312 qaror bo'yicha 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha bo'lsa garovli orqali tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kreditlar, mahalla loyihasi bo'yicha mahalla bankining davlatnoma tavsiyanomasi asosida 50 milliongacha 5 yil muddatga 25%dan, ya'ni ayol kishilarga bo'lsa 2% past foiz miqdorida kreditlar ajratib kelinmoqda. Bundan tashqari mahalla loyihasi biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak,